Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 23 bosh dehqondan qo'zi qo'chqinlar bor akalar. Bu safar buqalar emas, qo'zi qo'chqinlar haqida gaplashamiz akalar. Dehqondan 23 bosh ekan. Kimgadir ma'qul bo'lsa beraman deyapti akalar. Andijon viloyati Buloqbosh tumani. Tezda qisqa videorolik qilamiz. Qani ketdik akalar. Ko'ringlarchi. Hammasini dumbasi bor ekan lekin. Yosh oilalar deyapti, 7 oylik atrofida deyapti. Mana ko'ringlarchi. Mana qo'chqor ishqibozlar bormi ichimizda? Andijon viloyati Buloqbosh tumani 27-oktyabr akalar, hafta kuniga. Soni 23 bosh, narxini deyapti 5 million 500 ming so'mdan bo'lsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beraman deyapti. Bosib o'raydigan joyi 6-7 ta bo'zaydi puliga 23 bosh qo'y. Akalar, nima deysizlar? Endi men taxmin qilsam, yosh oilalari 7 oylik deyapti. Bir 70 kilo atrofida kelib qoladi inshaalloh akalar. Qaranglar, hammasini eti yaxshi ekan. Bir 5 oy 6 oydan beri yem yeb turgan deyapti. O'zimizni qanaqa parodasi desanglar, o'zimizni hisor qo'ylardi bolalari ekan. O'zimiz mesni ekan. Hammasini qulog'i sog'lom ekan. Bittasini qulog'i yirtiq ekan xolos. Qolgan hammasiniki qulog'i sog'lom, qop-qora qo'ylar ekan akalar mana. Qaranglar, hammasini dumbaz zo'r ekan mana. Mana. Qaranglar. Mana. Bo'ylarini o'lchab ko'rdik. Endi bo'yi necha deydiganlarga bo'yi 80 sm dan ekan. Qo'yig'i yo'q. 83 ham chiqyapti, 78 ham chiqyapti, 80 ham chiqyapti. Qo'yig'i yo'q 80 ni olinglar. Qo'yish quvozlar bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. 5 million 500 ming so'mdan kami bor kelishamiz deyapti. Dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beradi. Hammasini olsanglar. Agar 10 tavsiyalar ham video qilib tashlaydi. Mano desanglar beraveradi akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Rahmat hammalarga.